Homiladorlik tekshiruvida, o'zi tekshiruvida asosan ikkita tekshiruv usuli yordamidan foydalanamiz. Birinchisi 2D, ya'ni B rejim orqali tekshiruv usuli va dopplerografiya usuli orqali tekshirish yo'llari mavjud. B rejimda ko'rganimizda homilani biz ko'rib turgan vaqtdagi holati haqida ma'lumot olamiz. Xolos. Bundan keyin taqdiri nima bo'lishini B rejim aytib bera olmaydi. Dopplerografiya usulini afzalliklari: homilani bachadon ichida zararlanishi yoki o'lish xavfi bor yo'qligini aniqlaydi. Tug'ruq shaklini va vaqtini belgilashda bizga imkoniyat beradi. Homila kichikligi yuzaga kelishini oldindan aytib berish imkoniyatini beradi. Homiladorlik davomida kuzatib borish imkoniyatini beradi. Endi agar homilada xavfli holatlar aniqlansa, xavfli holatlarda homila hayotini saqlab qolish imkoniyati bor yo'qligini, homiladorlikni davom ettirish imkoniyatini bor yo'qligini aniqlaydi. Kam xavfga ega hollarda esa homilalarni guruhlarga ajratib olib, nazorat qilib borish imkoniyatini beradi. Homilani tekshiruv vaqtida ham biofizik holatlarini o'rganib bo'lganimizdan so'ng, ularni homilada qon aylanish funksiyasini aniqlash orqali mana shu ma'lumotlarga ega bo'lamiz.